to'rtlikdan 14likgacha bo'lgan simlarimizni tekizlab kesib berishga mo'ljallangan apparatimiz Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga yetib keldi. Platin brendidan avtomat sim tekizlab kesadigan apparatimizda bugun sizlarga qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarini aytib o'tib ketamiz. Undan tashqari ruchnoy variantdagi ko'rinishlaridan ham yetib kelgan videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yadigan bo'lsalaring, kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Platin brendidan avtomat sim tekizlab kesib beradigan apparatimiz. Ko'rishlaring mumkin, o'zini avtomatlari bemalol nastroykalarini qilib qo'ysalaring, avtomatni o'zi ishlab xohlagan razmerlaringga kesib beradi. Masalan, 10 metrdan 5 ta qo'ysalaring, 10 metr simni 5 ta to'g'rilab kesib avtomatik o'zi tekizlaydi. O'zini kompyuterlari ko'rishlaring mumkin, original kompyuterlardan ichki sxemalari ham juda ham qalin qilib ishlangan bo'ladi. Apparatimizni ichini ochadigan bo'lsak, ichida katta 7,5 kilovatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Motorlari 380 volt tokka ishlashga mo'ljallangan. Bu tomonda qalin ikkitalik lentalar bilan o'zini tekizlaydigan nastroykalarini bemalol qo'ysalaring bo'ladi. Hamda ko'rishlaring mumkin, o'zini shu netchilik simni tekizlaydigan bo'lsalaring, o'zini nastroykalarini mana shu yerdan qilinadi. Agar qalinroq sim bo'ladigan bo'lsa, uni qisqartirib qo'yasizlar. Ingichkaroq sim bo'ladigan bo'lsa, sal qisib qo'ysalaring, mana shu ikkala nastroyka qisqaradi hamda bemalol tekizlab qirqib beraveradi. O'zini yog' bachoylariga o'rnatib qo'yganmiz. Bu tomoni qirqadigan joyi bo'ladi. Narigi tomondan simlarimizni ulab qo'ysalaring, avtomatik o'zi tortib, xohlagan razmerlaringga qirqib beradi. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib keladigan obunachilarimiz uchun bonuslarimiz mavjud bo'ladi. O'zini prujinalari, ikkitalik prujinalarini qo'shib beramiz hamda oddiy ключ bas bu. Buni o'zi 100 ming, 150 minglik ключ bo'ladi. Xohlagan razmerlaringga bemalol solib ishlatsalaring bo'ladi. Eng muhimi, apparatimizda garantiya qog'ozlari mavjud bo'ladi. 6 oyga garantiyalari beriladi. Qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz hal qilamiz 6 oy ichida. Undan tashqari mana sim tekizlab kesadigan apparatimizda kichkina variantlari o'zi tekizlaydi, lekin oldida mana pichoqlari bor. Bir kishi qirqib tursa bo'ldi. Ikkalasi ham bir xil simni tekizlaydi. 4likdan 14likgacha hamda bu ham 4likdan 14likgacha bo'lgan simlarimizni tekizlashga mo'ljallangan bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, kichkinasini narxi $400 dan, kattasini narxi $900 qilib beryapmiz. Agar kanalimizga podpiska bosgan obunachilarimiz bo'lsa, arzon narxlarda qilib beramiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalar va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Dastavkalari 12 ta viloyat bo'ylab mutlaqo tekin hollarda amalga oshiriladi. Video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Kanalimiz obunachilariga arzon narxlarda qilib beramiz.